Assalomu alaykum hammaga. Bu men Mirzabek. Men sizlarga yangi audio hikoya tayyorladim. Bu audio hikoyaning nomi Zombivirus deb ataladi. Tayyor bo'lsak, qani boshladik. Bu videoni 18 dan past odamlar eshitishi taqiqlanadi. Bu voqea 2018-yilning bahorida bo'lib o'tgan. Men o'sha vaqtda 17 yosh edim. Har doimgidek maktabga tayyorgarlik ko'rdim. Va men maktabga otlandim. Maktabga ketayotgan vaqtimda xabarlarga ko'ra televizorda Rossiyada qanday g'alati epidemiya tarqaldi. Bu epidemiya butun davlatlarda tarqalib ketdi. Aholiga ko'chaga chiqmaslikni aytdi. Men bu gapga ishonmay maktabga yo'l oldim. Yo'lda ketayotganda bir nechta o'rtoqlarim bilan qo'shilib maktabga kirdim va dars boshlandi. Maktab tomonga ikkita vertolyot yaqinlashib keldi. Unga nimanidir uloqtirishdi. Shunda biz buni musor yoki axlat deb o'yladik. Keyin butun maktab o'sha stadion tomonga yugurdi va nimadir bo'ldiki, hamma qo'rqqanidan orqaga qaytdi. Men ko'rganimdan dahshatga tushdim. Odamlar bir-biriga tashlanar, xuddi quturgan it kabi bir-birlarini g'ajardi. Boshida hayron bo'ldim. Bu narsa davom etdi. Hatto maktabning ichiga ham kirib bordi. Biz qo'rqqanimizdan darhol eshikni qulfladik. Koridorda baqir-chaqir bo'ldi. Koridorda g'alati ovozlar, qichqiriqlar eshitiladi. Biz o'g'aylar bilan eshikni yaxshigina qulfladik va qurollanib oldik. Toki qizlar ham qo'rqar edi. Biz stullar sindirib, ulardan qurol qildik. Oradan ancha vaqt o'tgandan keyin biz tashqariga chiqa boshladik. Koridorlar qon, hamma yoq qon edi. Bizdan ancha vaqt uzoqlikda bir inson turardi va bizga qaradi. U bizni ko'rib darhol biz tarafga qarab yugurib keldi. Darhol meni Anvar orqaga itarib, uni qo'lidagi to'qmoq bilan urib o'ldirdi. U tipirchilay o'ldi. Biz pastga zinab baydan ketardik. Hattoki qizlar ham qo'rqqanidan biz bilan tushar edi. Va biz pastga bufetxonaga tushdik. U yerga o'zimizga kerakli yegulik va suvni oldik. Oziq-ovqatlar bizga yetib olar deya xonamizga qaytdik. Bu yerda bizning o'qituvchimiz o'tirardi. Biz ikki guruhga bo'lindik. Men Anvar tirik qolganlarni qidirardik. Bir xonadan qanaydir shovqin eshitildi. Biz u xonaga kirdik. Xonada shkaf bor edi va shkaf ichida qanaydir g'alati ovoz eshitildi. Anvar va u shkafni sekin ochdi. Ichidan bizning do'stimiz Nurullo turardi. Sizlarmisizlar? Men qo'rqib ketdim deya aytdi. U aytdi, "Yerdan tezroq ketishimiz kerak o'g'aylar" deya aytdi. Hammasi birdaniga bo'ldi. Atrof to'la zombilar bo'lib ketdi. Hammasini toshlarim o'g'aylarim aylandi. Men orqasidan qo'rqinchli ovozlar eshitilardi. O'g'aylarim yordam so'rashlari-yu, hamma qichqiriqlar eshitilardi. Men ustimda shkafni qulflab yotardim. Qariyatki, sizlar kelib qoldingiz. Anvar aytdi, "Yur biz bilan birga yegulik qilasan" dedi. Anvar, men, Nurullo bo'ldik va biz xonamizga kirdik. U yerda bolalar va ustozimiz yeguliklar qilardi. Aziz aytib qoldi. "Bolalar, nima qilamiz endi?" deya aytdi. Men aytdim, "Ketishni bitta imkoni bor." "Qanday?" deya aytdi Aziz. "Faqat kechqurun sezdirmasdan yuramiz." Ular kechqurun ko'rmaydi deya aytdim. Aziz biroz o'ylanib qoldi. Men mayli deya aytdi. Ichi to'la zombi edi. Ziyoda oynadan qarab, "Ana u yoqqa qaranglar" deya aytdi. Bu yerda qurol va mashina bor edi. Aziz aytdi, "U yoqqa qanaqa boramiz?" dedi Aziz. "Yo'li bor" deya aytdi Sardor. Ya'ni shonqullar. "Ha" deya aytdi Bilol. Lekin koridor bo'lib chiqdik. Koridorda hech kim yo'q edi. Va biz sekin-astalik bilan koridor bo'ylab yurardik. Sardor aytdi, "Ehtiyot bo'lamiz" deya aytdi. "Shovqin chiqarmanglar. Faqat bo'ydan tezroq chiqib ketamiz. Bu yerga yadroviy qurolni tashlashadi." Ha deya aytdi Nurullo. Sekin-astalik bilan zinapadan tushardik. Tashqariga sekin-astalik bilan chiqardik. Koridorda zombi edi. Zombilar har qayerda yurar. Ular va sekin-astalik bilan maktabning tashqarisiga chiqdik. Bir necha kilometr narida mashinaning signalizatsiyasi turardi. Sardor o'sha signalizatsiyani ishga tushirdi. Har zombilar o'shani eshitib darhol o'sha tomonga yugurdi. Biz vaqtdan foydalanib o'sha mashinaning oldiga tezda yugurib bordik va qurollandik. Ular mashinani eshigini ochgan edi, birdaniga uni signalizatsiyasi ishlab ketdi.
Bizdan bir nechgina bendarda Zoymi ham ko'rdi va eshitdi, darhol Mistonga yugurib keldi. Kelayotgan vaqtda Sardor uni otib tashladi. O'q ovozi hamyoqqa aksada bo'lib eshitildi. Zombilar biz tomonga qarab yugurib kelishar edi. Biz tezlik bilan mashinaga o'tirdik. Sardor rulga o'tirdi va mashinani o'tolg'izib katta tezlikda haydar edi. Biz maktabdan chiqib ketdik. Zombilar orqamizdan yugura ketdi. Sardor mashinani ayamasdan haydar edi va u yerdan sekin-asta bilan uzoqlasha boshladik. Yo'lda sekin-asta mashina haydab, Sardor sekin-asta bilan mashina haydab ketar. Biz miyamizda har xil narsalarni o'ylardik. Birimiz o'rtoqlarimizni, birimiz sinfdoshlarimizni, birimiz ota-onamizni o'ylardik. Ularga nima bo'lgani noma'lum. Xudoga shukrki, o'zimizga hech narsa qilmadi. Yo'lda davom etardik. Yo'lda ketayotgan vaqtimizda Sardorga qarab dedim. Sardor, nima bo'ldi deya unga gapirdim. U hali ham o'ylanar edi. Dedi, hammasi joyida og'ayni dedi. Yo'lda ketayotgan vaqtimizda yonilg'i oz qolganini ko'rdik. Yaqin atrofda yonilg'i shoxobchasini qidirdik. Shuki yonilg'i shoxobchasini topdik va Sardor o'shtonga qarab yurdi. Va sekin-asta yoqqa yaqinlashdik. Va biz har birimiz sekin-asta bilan tashqariga chiqdik. Tashqariga chiqib ozgina toza havoda turardik. Va bizga uzoqdan kimdir o'q uzdi. Biz qo'rqib ketdik. Mashina oldiga yo'ldik. Sardor, men, Bilol hammamiz yig'ildik. Atrofdan qanaqadir g'alati insonlar paydo bo'ldi. Bizni ushlab, har birimizni ushlab oldi. Biz nima qilishni bilmardik. Yo'lda yig'laganda meni qo'yib yubor deya aytardi. Har birimizni boshimizga qop kiygizib, boshimizga urdi va biz hushimizdan ketdik. Ko'zimni ochib qarasam, xonada ekanman va u yoqqa qaradim. Mendan boshqa hech kim yo'q edi va eshik tomonga yurdim. Keyin tirqichdan qaradim. Sardor menga qaradi. Yaxshi dam oldingmi og'ayni deya qaradi. Men Sardorga qarab, biz qayerdamiz deya aytdi. Sardor bilmadim deya aytdi. Eshikdan to'qmoq ko'targan bir inson kirib keldi. Biz qo'rqar edik. Bu inson Ziyodani xonasiga kirdi va Ziyodani ushladi. Ziyoda qo'rqib qo'yib yubor derdi. Sardor ham qo'shilib uni qo'yib yubor deya aytdi. Bu inson bunga quloq solmas edi va Bilol sekin bir necha eshik naridan uyg'ondi. Keyin men Sardorga qarab, nima qilamiz endi og'ayni deya aytdim. Va Ziyoda Sardorni eshikka yaqinlashayotgan vaqtda qo'lidan tomog'i tushib ketdi. Va uni ko'rdi. Bundan foydalanib qoldi. Qo'liga yotgan uzungina yog'ochni oldi. O'sha ingichka tomog'ini oldi va eshik tutqichiga tiqdi. Va Sardor eshikdan chiqdi. Keyin Sardor har birimizni ozod qildi. Biz ovoz chiqarmasdan sekin yurardik. O'qituvchimiz qidira boshladik. Shovqin eshitildi. Biz o'sha yoqqa tushdik. Qarasak, insonni sherigi ustozimizni o'ldirib bo'lgan ekan. Qattiq achchig'im chiqqanida haligi insonga tashlandim. Sardor ham menga qo'shilib tashlandi. Uni yelkasiga sakradim. Sardor qo'liga sakradi. U insonni ikkalamiz bir nima qilib yiqitdik. Sardor qo'lidagi to'qmoni olib boshiga qarata ura boshladi va u to'xtovsiz urardi. Va men Sardor to'xta, bo'ldi, yetadi deya unga aytdim. Va u to'xtadi. Sardor ikkalamiz ustozimizga qaradi, yuzlandik. Ustozimiz tanasi bo'lib yotardi. Sardor ikkalamiz Ziyodani qidira boshladik. Men Sardor aytdi, sen bor, boshqa bolani ozod qil, men Ziyodani qidiraman deya aytdi. Men rozi bo'ldim. Birinchi bola Nurullo edi, undan keyin Biloldi. Va men bolani ozod qilgach, pastki qavatda ovoz eshitildi. Qo'rqinchli ovoz eshitildi. Sardorning ovozi edi. Va biz bolalardan zudlik bilan pastga tushdik. Qarasak, inson bilan Sardor turardi. Sardor yelkasidan jarohat olgan edi. Sardor yerda yotardi. Men yerda yotgan umirda oldim. Boyagi insonni boshiga qarata zarba berdim. U inson yerga tushdi. Gursillatib tushdi. Bola Sardorni ko'tarib, darhol bo'ydan ko'tarib chiqib ketishdi. Men u insonni do'pposlab urardim. Bu vaqtda Ziyoda sekin o'ziga kela boshladi va men u insonni shundan to'xtatdim. Darhol Ziyoda o'ziga keldi va menga qarab dedi. Men deyarli Ziyodani ko'targan holatda bu xonadan chiqib ketdim. Tashqariga chiqdik. Bu vaqtda Nurullo va Biloldan uyning atrofiga benzin separdi. Unda menga qarab, tez eshikni tambala dedi. Men esa xo'p dedi. Ziyodani sekin asta bilan yerga qo'ydim. Ziyoda Sardorni ko'rib,
Darhol oldiga bordi. Ularda yelkasi og'rir edi. Men bu vaqt eshikni tambalab bo'ldim. Bilol yonidagi gugurtni chiqarib uyni yoqib yubordi. Biz bu yerdan tezda ketdik. Va shuning bilan hikoya tugadi. Kanalga obuna bo'ling, layklarni dirshlatib bosing. Кричит ночная птица, он уже пробрался